Короче, uchinchi misol testdagi. Okay. A va B natural sonlarni 5 ga bo'lganda mos ravishda 1 va 3 qoldiq hosil bo'ladi. Bu sonlarning kvadratlari yig'indisini 5 ga bo'lgandagi qoldig'i nechaga teng deyapti. Xo'p, bunaqa sonlarni bir nechtasini yozsam. Xo'p, 6 bilan 8, 11 bilan 13, xo'p, 16 bilan 18, 21 bilan 23 va hokazo ketyapti. To'g'rimi? Lekin hammasini bo'lsiz, asos baribir qaysiga qoladi? Asos baribir 1 va 3 ga. Chunki 6 ni ham 5 ga bo'lsiz 1 bo'lib qolaveradi, 8 ni 5 ga bo'lsiz ham 3 bo'lib qolaveradi. Ya'ni bunaqa katta son olish shart emas bunaqa misollarda. Prosta A ni o'zini 1, B ni o'zini 3 deb olaverasiz. Va olib bo'lganimizdan keyin nima dedi? Bu sonlarning kvadratlari 1 ni kvadrati va 3 ni kvadrati. Xo'p, 10 bo'ladi. 10 ni 5 ga bo'lsam 2 butun bo'lib qoldig'i 0 bo'lib qolaveradi. Bo'ldi.